Falastin. Agar o'lishim lozim bo'lsa. Nadejda Kevorkova. Maktabda nimani o'qitishmaydi? Maktab ta'limidan ko'ra nisbatan tinchroq va odatiyroq yana nima bo'lishi mumkin? Ammo Quddusdagi falastinliklar uchun emas. Men Falastin ta'lim segmenti uchun mas'ul bo'lgan odam bilan suhbatga kelganimda, meni Isroil tomonidan yuborilgan josus emasligimni yana bir necha bor tekshirishdi. Bu sohada band bo'lganlarning hech biri Isroil ta'lim vazirligining maxsus ruxsatsiz jurnalistlar bilan gaplasha olmaydi. Buning uchun oddiy akkreditatsiya yetarli emas. Falastinlik jurnalistlar uchun ruxsatnoma olish imkonsiz. Xorijliklar uchun esa juda muammoli. Yo'qotadigan narsasi qolmaganlardan tashqari maktab direktorlari, o'qituvchilar, ta'lim mutasaddilari hammasi gapirishdan qo'rqadi. Hech qanday suratga olish, hech qanday ismni qayd etish yo'q. Tushuning, masala ta'limda emas, Falastin hukumatiga Quddusda ishlashga hech qanday ruxsat berilmagan deb tushuntiradi Falastin maktablari uchun mas'ul bo'lgan ayol. Ya'ni rasmiy olib qarasangiz, Sharqiy Quddus bor. Jumladan Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra falastinliklar, falastinlik bolalar ham bor. Lekin Falastin ta'lim tizimi yo'q. Shuning uchun biz o'z qo'mitamizni tuzdik. Bizda yetimlar uchun maktablar bor, vaqf maktablari bor, xususiy maktablar bor. Bu juda qiyin ish. Bizga hech kim yordam bermaydi, faqat to'sqinlik qilishadi. Ramallohda Falastin ta'lim vazirligi bor, lekin ushbu vazirlik bu yerda hech narsa qila olmaydi, deydi men bilan suhbatlashayotgan ayol. Biz uning mo'jazgina xonasida o'tiribmiz. U darsliklar, xaritalar, rasmlarni ko'rsatadi va Isroilning Falastin ta'lim tizimiga bosimining o'ziga xos xususiyatlarini bosqichma-bosqich tushuntiradi. 1967-yilgi ishg'oldan oldin Quddus va g'arbiy sohildagi barcha maktablar Iordaniya tasarrufida edi. 1967-yilda Isroil Falastinni qo'shimcha ravishda okkupatsiya qilganidan keyin barcha maktablar uning nazoratiga o'tdi. G'arbiy sohilda 1994-yilda Falastin muxtoriyati tashkil etilganidan beri ta'lim Falastin rahbariyati tomonidan boshqariladi. Quddusda hamon hamma narsa Isroil tomonidan boshqariladi. Xususan maktablar ochila boshladi, ammo u yerda ta'lim olish qimmat, hamma ham bunga imkonli emas va bu ta'lim muassasalari boshqalari kabi Isroilning sinchkov nazorati ostida. G'arazli vasiylik har qadamda sezilib turadi. Darsliklarni Ramallohdan Quddusga olib kelish mumkin emas. Ular bepul, ularni Falastin vazirligi chop etadi va butun dunyodagi kabi maktablarga bepul tarqatadi. Bu kitoblarda chek bo'lmaydi, ammo Isroilda hech bir yukni g'arbiy sohildan cheksiz Quddusga olib o'tilishi mumkin emas. Bu yopiq halqa, deydi suhbatdoshim. Ba'zan maktablar uchun ayrim kitoblarni olib kelishni rasmiylashtirishga muvaffaq bo'lamiz. Yuk qachon yetib kelishini esa prognoz qilish befoyda. Kitoblar normal holatga yetib borishiga umid qilish 2 karra befoyda. Kitoblar iflos yetilgan holda keladi, deydi u. Bunday xatti-harakatlar ustidan sudga shikoyat qilib yutib chiqolmaysiz. Hatto uni yutib chiqishga muvaffaq bo'lganda ham tovon to'lashga erishib bo'lmaydi. Chunki armiyaning har qanday xatti-harakati uchun temir izoh bor. Yuk xavf tug'dirishi mumkin. Tamom. Kitoblarni yirtib, tuproqqa qorishtirishning nima keragi bor degan savollar mutasaddilarning kulgusini qislatadi. Biz ham, bolalarimiz ham, maktablarimiz ham Quddusda nomaqbulmiz. 1984-yildan boshlab 1967-yildan keyin Quddusda qolgan aholi uchun ID karta berish bekor qilindi. 14,084 ta karta esa yo'qolgan, deydi ayol.
Bu odamlar va ularning avlodlari o'z mulkidan, yeridan bu yerda yashash u yoqda tursin, hatto bu yerga kelish huquqidan ham abadiy mahrum bo'lmoqda. Isroilning Falastin hayoti har qanday sohasiga, ayniqsa ta'lim sohasiga g'arazli homiyligi falastinliklarni bu yerdan siqib chiqarishga qaratilgan. Bu ko'p bosqichli va puxta o'ylangan reja. Aynan shuning uchun maktablarda ta'mirlash, binolarni kengaytirish, qavatlarni qo'shimcha qurish, yangi binolar qurish, sport maydonchalarini jihozlash taqiqlanadi. Falastinliklarga yangi maktab qurish uchun ijaraga yer olishning iloji yo'q. Maktab uchun qandaydir binoni ijaraga olish ham. Isroil senzurasi darsliklar ustida ham o'rnatilgan. Darsliklarimizda Falastin bayrog'i, Isroil askarlarining har qanday tasviri, Qur'ondan keltirilgan iboralar va iqtiboslar o'chiriladi. Okkupatsiya va muvoqamat haqida, hibsga olishlar va qamoqxonalardagi mahbuslar to'g'risida gapirish mumkin emas. Suhbatdoshim taqiqlangan narsalarning uzun ro'yxatini sanab o'tadi. Qudusdagi maktabda tahsil olayotgan falastinlik o'quvchi o'tmish, partiya va harakatlar, muvoqamat va uning qahramonlari haqida hech narsa bilish imkoniyatiga ega emas. U Falastin ramzlarini taqishi, o'z uyida Falastin bayrog'ini osib qo'yishi mumkin emas. Maktabda ham bunaqa bayroq yo'q. Sharqiy Quddus de yure Isroilning emas, Falastin davlatining bir qismi bo'lishiga qaramay, bularning barchasi taqiqlangan.